Mana endi hammasini video qildik, plastiklarga navbat yetib keldi. Shunday. Plastiklarni bir qator tanishtirsangiz endi. Xo'p, bu plastiklarimiz, xo'p, buni firmasini aytib o'taman. Asia Glass firmasi Toshkentdan ishlab chiqariladi. Mana yaxshilab olib qo'yamiz. Firmaning nomida bu Asia Glass. Ha, shu firma bilan hozirgi kunda hamkorlik qilib endi ishlab shu tovarlarni sotyapmiz. Xo'p, buni plastiklarda masalan gullari, har xil gullar bor. Mana Atacento, masalan sal temniroq ranglari, mana bu oshiroq ranglari. Ha. Xo'p, endi masalan gulliklari desa, gulliklari ham bor. Mana bunaqa juda chiroyli 27 xil bu yerda nimalarimiz bor, assortimentlarimiz bor. Xo'p, buni masalan xonalarga razmeri qanday to'g'ri keladi desa, mana bular 3,5 metrliklari ham bor. Hamma gulimizda razmeridan bor. Masalan, mana bu 3,5 metrlik narxiga keladigan bo'lsak, bularni 30 ming so'm shunday sotyapmiz. 20 kvadratini 27 ming so'mdan qilib beramiz. 27 ming so'mdan 1 kvadrati bo'lyapti. 1 kvadrat. Endi bu razmerlarga keladigan bo'lsak, shu paytgacha men o'zim ko'rgan joylarimda 4 metrligi bor, 6 metrligi bor deyishganda. Shunday. Hozir siz boshqacha razmerlarni ham aytyapsiz. Shuni to'liqroq tushuntirib, necha xil razmeri bor hozir shuni? Endi qarang, buni 3,5 metrligi bor, 3 metrligi bor, 4 metrligi bor, 6 metrligi bor bizda sotuvda. O'rtada faqat 3,5 metrligi qo'shilyapti. 3,5 metrlik qo'shilyapti, chunki sababi hozir qilayotgan odamlarning uylari 80% 3,5 metr bo'ladi. Masalan 3,5 metr ichi bo'layapti. Shunday. Shunga moslashgan. Moslashishi masalan 3,5 metrlik buni chiqargan. Azot chiqmasligi uchun shunday qilingan. Yo'q, masalan menga 3,5 metrlikda rangi yoqmadi, yo 4 metrlikdan olaman deydigan bo'lsa, chekkasini hovuzchalik qilib, mana masalan mana yuqorida ko'rsatilganda mana temniroq ranglardan chekkasiga temniroq rang, o'rtasiga chiroyli mana ochiqroq ranglarimiz bor. Xohlagan razmerda qo'yib, o'zimiz bezatxot qilib chiqarib hisoblab beramiz. Ana shu turgan hammasi dekor plastmi shular hammasi? Bular hammasi dekor plast. Mana bu nima bu mana shu? Xo'p, bular qovurg'ali. Endi buni hozir masalan qanday desam, stenaga olyapti, devorga. Dekorativni ish qilib, masalan, biron televizorning orqasiga yo banyalarga olyapti. Yoki bo'lmasa, masalan, uyda tepasi hovuzchali bo'lsa, hovuzning girdilariga olyapti. Kino to'rdagi turgan nimalar bezaklar bor ekan-ku bular. Ha, bular lustra o'rniga qo'yiladi. Endi uyda razmeriga qarab, hovuzchaning razmeriga qarab, bir xillar hovuzcha menga kerak emas. Menga promay bo'lsin, mana o'rtaga gullarimiz bor. Xo'p, mana chekkasiga, to'rtta tarafiga har xil mana gullarimizdan bor. Buni gullarni qo'yib, xo'p, mana masalan narxiga keladigan bo'lsak, mana bularni 25 ming so'm sotyapmiz, yana kelishtirib beramiz. Bir donasi. Bir donasi. Bular lazerda o'yib olingan materiali MDF mi deb? MDF material ekan mana. O'sha materiallarni ham aytib o'tishimiz kerak-da. Shunday. 20 ming so'mdan qilib beraman deyapsiz bularni. Ha, 25 sotyapmiz, 20 bo'lsa 20 yo 15 bo'lsa 15 qo'yaramiz, kelishtirib beramiz. Ko'p qaytib olishi yana ham tushamiz deyapti. Shunday, ha. Xo'p, bu yuqorida aytib o'tilgan mana bu gullarda narxiga keladigan bo'lsak, to'rdagilarni olib qo'yamiz. To'rdagilar mana bu o'rtada kattasi 180 ming so'm, bu ikkita chekkadagilar 140 ming, 130 ming shu narxlarda bo'ladi. Shu narxlarda bo'ladi. Endi plastik patologda mana 4 metrliklari ham bor. Xo'p, mana bunaqalarda mana masalan mana shu gullarimizdan bunaqaliklar 3 metrliklari ham bor. Bularni sal qalinligi qalinroq, shuning uchun buni stenanikimi bu? Stenaga ishlatsa ham bo'ladi, chiqib. Buni kvadrati qancha bo'lyapti? Buni kvadratini 30 ming sotyapmiz, yana kelishtirib beramiz. Yana kelishtirayotgan joylari bor. Shunday. Bu eni qancha bo'ladi buni? Eni 25 sm, hammasi 25 sm. Xo'sh. Xo'p, bu 4 metrlik patologni narxi 35 ming so'm sotyapmiz, 31 ming, 32 ming. Dekormi bu? Dekor plast bu. Dekor plast. Xo'p, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana plintuslari bor. Plintuslar mana yonda. Mana bu devorda tika turganlarni ko'rsating, mana qarang. Plintuslar bor. Bularni xo'p
Metrovoy deydi ko'p joylarda, lekin metrovoy emas, Bu donaboy sotiladi. Ha, donaboy. Bularda MDF bor, keyin plastmassa varianti bor, to'g'rimi? Ha. Hozir mana MDF ekan bular. Bularning bir donasi uzunligi necha metr, necha santimetr bo'ladi? MDFligi 280 bo'ladi, plastmassasi 3 metr bo'ladi. Plastmassasi 3 metr bo'ladi. MDF necha pul, plastmassasi necha pul bo'lyapti? Bularni narxini stabilni o'rtacha bir xil narxda qilib qo'yganmiz. Hammasini 25 ming so'mdan qilib beryapmiz. 25 ming so'mdan? Ha. Arzon ekan-ku. Ha, yaxshi. 25 deyotganimiz bilan bitta narxda ushlab olmaymiz. Yana kelishib. Yana ham tushiradigan joylari bor, to'g'rimi? Bor, ha. Bu stiklarni yopadiganlarmi? Ha, u stikovkalarni bular arzimagan pul turadi, ularni pulga hisoblamaymiz, shuni ichida qilib beramiz. Shuni ichida qilib berib yuborasiz. Bularda ham xohlagan rangidan bor. Chiroyli ranglari bor bularning. Bo'ladi.